Assalomu alaykum aziz muxlislar. Yoshlar radio kanalida siz kutgan uchrashuv loyihasi, uning taqdimoti bilan men dastur muallifi Zulfiya Fayzullayevaman. Bugun juda ham xursandman, chunki san'at insonga bir ruh kayfiyat beradi deganlari rost. Bugun mehmonimiz Sharq taronalari xalqaro musiqa festivalining Grand Prix sohibasi, Nihol mukofoti sovrindori, Respublika yosh ijrochilar ko'rik-tanlovining mutlaq g'olibi, birinchi o'rin sohibasi. Yana bir jihati ustazoda san'atkor, naychi Abdulahad Abdurashidovning farzandlari Mehrinigor Abdurashidova bo'lyaptilar. Shunaqa mamnuniyat bilan ularni sizlarga tanishtirdim va Mehrinigor, xush kelibsiz deyman. Assalomu alaykum hammaga, sizga ham. Va alaykum assalom. Salomat bo'ling. Rahmat. Ko'rishib turganimdan xursandman. Biz ham xursandmiz. Bizning Taklif muxlis qilganingiz uchun rahmat. Bizning muxlislarimiz ham xursand bo'lishsa kerak. Buni biz qo'ng'iroqlardan hali bilib olamiz. Hamma eshitayotgan muxlislarga salom yo'llayman. Sog' bo'lishsin. Iloyim. Eshitayotgan quloqlari dard ko'rmasin. Iloyim, aytganingiz kelsin. Mana qo'llarida bizning milliy musiqa sozimiz dutor turibdi. O'zi dutor haqida ham juda ko'p qo'shiqlar bor, to'g'rimi? Dutorim degan, Chunki yana kuyladilkash, kuyladilkash dutorim, xumorim yoz, xumorim yoz, xumorim. Qalb sadosi bo'lib yangra, qo'limda yor aylanay. Tingla borom, olsin sevikli yorim. Salomat bo'ling. Bu qarshaklar, bu olqishlar sizga ekan. Mana buni rejissyorimiz Sayyoraxon Mahmudova va yonlarida bizga fayz berib turgan musiqiy muharrir Dilnozaxon Mansurova aytyaptilar. Ular haqiqiy ijroni, haqiqiy sozandani mahoratini juda ham yaxshi bilishadi. Ular bizni hay'at a'zolarimiz. Juda ham katta sahnalarda o'zingizni shunaqa namoyon qila olgansiz. Xursandmisiz? Salomat bo'ling. To'g'risi 12-chi xalqaro musiqa festivali Sharq taronalarida biz ham jurnalist sifatida ishtirok etganmiz. Mehrinigor, sizdan hammamiz jurnalistlar o'sha sahnadan chiqib kelganingizda hammamiz birgalashib sizdan intervyu olganmiz. Rosti havasimiz kelgan. Chunki 20 yoshda endi qizlar ota-onasini bag'ridan endi mustaqil hayotga uchib chiqib, hali san'atni kirsammikan, bir xillari kirmasammikan, bu nima ekan, bu qanday olam ekan deb turgan payti siz birinchi o'rin emas, ikkinchi o'rin emas, uchinchi o'rin ham emas, Grand Prixni olishga sazovor bo'lgansiz. Bu juda katta mehnat va juda katta yutuq. Mani ota-onam hozir aytdingiz, 20 yoshida endi kirsammi shu anaqaga san'at yo'liga kirmasammi deydi dedingiz. Xudoga shukur deyman, mani ota-onam bu narsaga to'g'ri tushunishgan, o'zlari endi san'at olamida bo'lishgani uchun meni ham shu san'at olamiga kirishimga to'sqinlik qo'yishmagan. O'zlari qo'limdan yetaklab borib, mendagi iqtidorni ko'rib, sezgan holda musiqa maktabiga 11 yoshingizdami? Yo, 8 yoshingizdami? Yo'q, 11 yoshimda. 11 yoshingizda. 11 yoshimda olib borishgan musiqa maktabiga. U yerda Akbar Ali Mirzayev qo'llarida tahsil olganman. Eng birinchi ustozim ular hisoblanadilar. Qarang, sozlar ko'p. Turfa xilda. Aynan dutorni tanlaganingizga nima sabab? Aslan otangizga o'xshab nay tanlasangiz bo'lardi-yu, osonroq bo'lardi. Ko'p berishadi. Nimaga nay emas, boshqa instrument emas va aynan dutor tanlagansiz. Dutor ayollarga xos bo'lgan cholg'u asbob hisoblanadi. Hech o'ylamagan ekanman. Hozir endi bizda bir gap bor. Dutor anaqani gitarani ikki torligi. O'zbek instrumenti, milliy ko'rinishi, ya'ni gitarani milliy ko'rinishi. Dutor ya'ni ikkita torli musiqa asbobi.
hisoblanadi. O'shanga shu musiqa ustozini tanlaganman. Nimagaki ovozi mayin, ayollarga xos. To'g'ri, hozirgi kunda erkaklar ham chaladi. Ну, baribir qandaydir o'ziga tortadigan bir jihati bor men uchun. Bir suhbatlaringizda aytgansiz, meni onam ham dutor chalganlar deb. Ha, albatta, onam dutordan dars berganlar pedagogika kollejida, Marg'ilon pedagogika kollejida dars berganlar. Yaxshigina pedagoglar. Siz ham xatolaringizni aytib turganmilar shunda? Albatta, mana shu darajaga yetib kelishimda onamning rollari juda katta. Onam adamdan qon tomonlama o'tgan bo'lsa, onamdan mehnat tomonlama. Ya'ni o'sha bolani turtkilab turish, bolani nima deydi, qilasan, qilishing kerak, sen yaxshisan deb qo'llab motivatsiya berganlar. Motivatorim mana onam bo'lganlar-da. Bu yaxshi ma'noda motivatsiyami, lekin ba'zan shu qattiqroq qo'ygan paytlari ham bo'lganmi? Bo'lgan, o'zimdan o'tganda dangasa bo'lib qolganman-da. Dangasalik qilganimda albatta qilasan deb urushib qo'ygan paytlari bo'lgan. Bu meni foydamga. Xafa bo'lganmisiz? Yo'q. Nima, adingizlar unaqa sizga qattiq qo'l bo'lmagan? Juda ham erkatoyman-da adamga. Yoshliklardan o'zim tuqqanman qizimni deb turadilar. O'zim tuqqan, gohida o'zlari ham ishonib ketadilar, o'zlari tuqqanlariga. O'shancha erkalab, katta endi baribir qizlar otasini erkatoyi bo'ladi-ku. Qizlarni urishmaydi, to'g'risi. Otalar faqat shu paytgacha bir marta erkalatishadi. sandimaganlar, bir marta chertmaganlar otam. Rahmat deyman. Kam bo'lmadim. Men tasavvur qilyapman, to'g'ri, bugun studiyamizga bundan 2019-yil bo'lsa 6 yil muqaddam, 6 yil bo'ldi-da Grand Prix olganingizga, to'g'rimi? O'sha yoshligingiz o'sha payt ham bilinib turuvdi, katta sahnada. Hech u g'oliblikni siz kutmagansiz. Yo'q, kutmaganman, albatta. Juda hayajonli bo'lgan u paytda. Mana o'sha sahnaga chiqish paytimizda o'sha bizni e'lon qiladigan payt, ya'ni chalish uchun chiqadigan paytimiz, qulog'im eshitmay qo'ygan. Hayajondan qulog'im, bu dutorni sozlashim kerak, qulog'im eshitmayapti. Dada, qulog'im eshitmayapti, iltimos dutorni sozlab bering. Qanday chalasiz endi? Chalaman, xudo xohlasa. Adingizlar yoningizda o'tiribdilarmi? Ha. Shu bir chekkada katta monitorga qarab, ko'zlaridan yosh oqib qarab turgan ekanlar-da. Endi men hayajonim bor, oyog'im qaltirayapti. Shu o'tirgan holimda oyog'im qaltirayapti. Endi katta Registonda chalish o'z emas. Savlatda bosadi-da. Chalganman, boshlaganman. Yo, yaxshi, xudoga shukr. Qo'llarim o'zimga bo'ysinib, yaxshi chalganmiz. Lekin ko'rgan tomoshabin, o'sha hozir ham o'sha video yozuvlar bor. Ko'rgan tomoshabin sizni hayajonlanayotganingizni umuman bilmagan. Bildirmagansiz. O'sha kommentariyalarda ham o'qib qolaman. Yaxshi iliq fikrlar bildirishadi. O'sha siz aytmoqchi, hayajonni bilintirmaydi shu qiz deb ham yozishadi. Balkim shu og'ir, vazmin ko'rinishingiz ham o'sha hayajonni yashirishga yordam beradi, to'g'rimi? Balki, lekin tabiatim sho'x. Voy, o'zim og'ir ko'ringanim bilan, qobog'imni solib yurganim bilan juda ham sho'x xarakterim bor. Biz sho'xligingizni qachon ko'ramiz? Hozir ko'r. Bizga mana shu loyihani sho'x ijrochilarni, sho'x mehmonlarimizni juda yaxshi qabul qiladi-da. Men o'yladim, sizni videolaringizni ko'rib, juda og'ir, vazmin, endi dutor chaluvchilar baribir shunaqa xarakterga ega bo'lsalar kerak-da deb qanday gaplashib olaman ekan deb o'yladim, to'g'risi. Ko'pchilik aytadi, ana endi mana bunaqa qovog'imni solib yursam, biz siz bilan gaplasha olmaymiz deb o'ylar ekanmiz. Juda og'ir vazmin qiz deb o'ylar ekanmiz, lekin o'zimizdan ekansiz siz. Bu sho'xligingiz turmushga chiqqaningizdan keyin bo'ldimi yoki undan oldinmi? Avvaldan shunaqa bo'lganmisiz? O'sha festivalda chiqishlaringizda ham, keyingi bergan intervyularingizda ham juda vazmin bo'lgansizda. Demak, o'sha siz ikkita obrazda bo'lasiz. Ha, ikkita obraz endi aniq chalinayotgan joyga, muhitga qarab turib o'zgariladi. Ha. Endi baribir jiddiy joyda jiddiy, to'ppa-to'g'ri. o'ziga yarasha. Sahnada lekin jiddiylik ko'taradi, sizga yordam beradi, fikringizni bitta joyga yig'ishga yordam beradi. Chunki siz o'zingizni his-tuyg'ularingizni mana shu dutor sozi orqali tomoshabinga yetkazasiz, to'g'rimi? Albatta, shu dutor sozi orqali ichimdagi kechinmalarim, qancha bir inson ichidagi dardlarini, yaxshi yomon hissiyotlarini mana shu qo'liga ko'chirib
ko'nglidagi narsalarni qo'liga ko'chirib chaladi shu dutorda. Men o'zi aslida hozir sizga birgina kuydan parcha chalib berasiz deb turgan edim, lekin allaqachon muxlislarimiz bog'lanishibdi. Keling, ularni savollarini, fikrlarini eshitamizda, lekin tayyorlanib turing. Chunki bizga mana shu dutorni sozi bizga kayfiyat beradi. Studiyamizga esa fayz beradi. Mehrinigorni esa o'sha kayfiyatini, haqiqiy sho'xligini namoyon qilishga balki yordam beradi. To'g'rimi? Salomat bo'ling. Galdagi muxlisimiz, marhamat. Alo, assalomu alaykum. Rahmat, o'zingiz ham salomatmisiz? Marhamat, assalomu alaykum. Rahmat. Eshitilyaptimi? Ikkinchi savolim dutor qilib bitta hukmron qo'shiladi, kayfiyat ko'taradi. Ikkinchi savolim farzandlar to'g'risida gapirib bersin. Oldindan savolga rahmat. Rahmat. Yana bir muxlisimizni ulaymizda, ularni ham savollarini eshitib olamiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Rahmat. Aloqa sifati yaxshi emasligi uchun yana bir bor qo'ng'iroq qilishingizni iltimos qilib qolamiz, aziz muxlis. Lekin mana Jahongir akani savollariga hozir Mehrinigor javob beradilar. Hobbilari deyaptilar. Demak, bu san'atdan boshqa. San'atdan boshqa hobbiyim shu, endi biz ayol kishimiz uyda pishiriqlar qilishni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'rasiz. Oshxonada shu kuymalanib, nimalardir pishirib, nimalardandir zavqlanib, yasab, pishirib, kuydirdan hobbi. Hozircha endi hobbiyim shu. Ham farzandlar xursand bo'ladi. Uydagilar hammasi Albatta. xursand bo'lishadi. Albatta. To'g'rimi? Albatta. Endi baribir shirinlik doim odamga kayfiyat beradi-da. To'g'rimi? Zo'r ko'tarib beradi. Salomat bo'ling. Endi qarang, hozir dutor haqidagi qo'shig'ingizni men uchun muxlislarimiz eshitishdi-da. Yana qanday dutor haqida bir qo'shiq aytib bersinlar deyaptilar, bir xirgoyingiz. Bilasizmi? Shu san'at ichida yurganingizdan keyin to'g'ri siz sozandasiz, lekin siz o'sha ashula, o'sha muhitni ichidasiz-da. Shuning uchun ham baribir yuqadi dedim-ku, yuqadi. Endi muxlisimizni iltimoslariga yo'q demassiz endi, to'g'rimi? Albatta. Eshitamiz unda. Marhamat. Dutor chalib o'ltirsam, yorim keldi yonimga. Dutor chalib o'tirsam, yorim keldi yonimga. Shirin so'zini qilib, o't soldi-ya jonimga. Shirin so'zini qilib, o't soldi-ya jonimga. Oy, oy, ado qilding-ey. Salomat bo'ling. Mana hozir farzandlarini so'ragandilar. Mana bu qo'shiq ularni o'sha turmushga chiqqanliklarini, yonlarida o'sha sevimli yoqlari borligidan, bir paytlar dutor chertsalar hech kim xalal bermayotgani, bugun esa mana shunday xalaqit beradigan insoni, mehriboni borligidan darak. Ularning ikkita farzandlari bor, to'g'rimi? Albatta, turmush o'rtog'im borlar. Ular kasblari misgar, ya'ni kandakorlik, Qoyil. hunarmand. Farzandim kattasi 4 yosh o'g'il, Muhammad Yusuf ismlari, kichkinasi qiz Yasinaxon ismlari, 1,5 yosh. Hozirda bog'chada ishlashyapti. Boqsin bizni. Demak, onalariga, otalariga yordam berayotgan ekanlar. Bildik, bir oz sizni ijodingizda tanaffus bo'lganini boisini muxlislarimiz ham bilib olishdi. San'at yaxshi, lekin farzandni o'zi ham bir katta san'atda. Siz hozir mana shunday turmush o'rtog'ingiz bilan ikkita san'atni dunyoga keltirib, mana voyaga yetkazish harakatidasizlar. Iloyim rohatlarini ko'ringlar, iloyim. Salomat bo'ling. Misgar deganingiz rostdan ham meni to'lqinlantirdi. Mana dutor ham oson soz emas. Umuman san'atni yo'li mashaqqatdan iborat. Bunga ham chidagan chidaydi,
lekin miskarni ishini endi tasavvur qilyapman. ularni ham ishi juda ham og'ir, Og'ir. ham ularni ham ishi san'at. U ham qalb bilan chiqadi-da. qalb bilan san'at asari qilishadi ular ham baribir. Bundoq qaraganingizda o'sha samovarlarni yasashadi, optovalarni, yasashadi va o'sha asarlarni xaridori bor. albatta xaridori bor, o'zini shinavandasi bor ularni ham. Shinavandasi. Chiroyli yasashadi, ko'raman, qarab turib, ba'zida mehnatlarini ko'rib, juda ham og'ir va mashaqqatliligini tushunaman. Salomat Mashaqqat bo'ling. bilan oila tebratayotgan erkaklardan biri. Iloyim, halol mehnat bilan mana oila tebratyaptilar, baribir halolda halol. Lekin bir fikr tug'ildi, men yaxshi ko'raman turli kasb egalarini mana shu studiyaga taklif qilishni. Hech qachon mana shu hunarmandlarni taklif qilmagan ekanman. To'g'risi bir O'zbek Milliy akademik drama teatrining libos rassomini chaqirdim, o'zim maza qildim. Mana Irodaxon Shera Ergashaliyeva ham ularning asarlarini, o'sha chizmalarini ko'rib qoyil qoldik-da. Demak, har bitta insonni o'sha orzusi, uni tuyg'ulari shu san'at asarlarida namoyon bo'layotganda, Albatta, o'sha aytganim, tepada aytib o'tganim, har bitta insonni ko'nglidagi narsa qo'lidan chiqayotgan o'sha rassom deymizmi, sozandami, xonanda u ovoz orqali ijro qilib bera oladi. Sozandalar qo'l orqali, kuy orqali. Keling shuni bir isbotini ko'raylik. Haqiqiy dutorda bir kuy chalib bering, keyin ular bizga rejissyorimiz Sayyoraxon Mahmudova, Dilnozaxon Mansurova kuygay o'sha kuyingizni ular bizga hozir muxlislarimizga qo'yib berishadi. Marhamat. Hozir nimani chalib berasiz? Hozir nolish kuyini. Marhamat. Salomat bo'ling. Azizlar, yoningda Sharq taronalari musiqa festivalida Grand Prix olgan, shunaqa o'zbekona libosda, o'zbekona hayosi bilan shunday chiroyli o'zbegimni san'atini namoyish qiladigan Mehrinigor Abdurashidova hozir yonimda chalib turishni o'zi katta baxt. Yetkazganiga shukr. To'g'risida o'zim shunday kuzatib turibman-da. Allohim, o'zingga beadad shukrlar degim keldi. Iloyim, mana hozir bizni jamoamiz ham mana shu musiqani juda miriqib, maroq bilan tinglashdi. Endi esa birgalikda kuygay musiqangizni eshitamiz azizlar. San'atda bir ajoyib kuch, ajoyib sehr bor. Uning bir sehrini hozir birgalikda tinglab, birgalikda zavq olamiz. Marhamat. Chindan ham go'zal musiqa, go'zal ijro. Azizlar, to'g'risi mening qalbim shunchalar hapriqdi.
menimcha muxlislarimizga ham manzur bo'ldi. Mehri Nigor, bu kuy qachon o'sha qaytadan ishlangan? Chunki kuyga musiqasini bilamiz, ustozlarimiz ijrosida tinglaganmiz, lekin bunda bir zamonaviy nimalardir qo'shilgan, to'g'rimi? Albatta, Mhm. albatta, endi mana ustozimiz Abduhoshim aka Ismoilovni gaplari bir zamonasiga yarasha deydilar. Mhm. 2019-yilda to'yimdan bir oy oldin buni aranjirovka qilib, ya'ni buni tojikistonlik hamkasblarimiz bilan birgalikda do'stona qilingan, nima desam bo'ladi, ya'ni qayta ishlangan kuy desam, kuyini qayta zamonaviy talqinda ijro qilganmiz. Albatta ustozlardan uzr so'rayman. Bu agar ma'qul kelgan bo'lsa xursandman. Ma'qul bo'lmagan joylariga uzr so'rayman albatta. O'zingiz ustozlaringiz fikrlari qanaqa bo'ldi? Ularga yoqdi. Endi o'sha aytmoqchi, zamonasiga yarasha ish qilish kerak baribir hamma vaqt. Zamon bilan hamnafaslikda ish ko'rilsa, hammasi yaxshi bo'ladi. Ustozlarimga yoqdi. Endi eshittirdim. Klip ham oldik bunga. Tojikiston telekanallarida, o'zimiz o'zbek Navoiy kanallarida aylandi. Yoqdi albatta. O'zingiz maza qildingizmi? Albatta, o'zim maza qilib, o'zim o'zgartirgan kuydan o'zim albatta maza qilaman. Qancha vaqt ketdi? Mana shunda sho'xligingiz bilinibdi-da, mana shu kuyga endi qayta ishlov berganingizda. 4 yil davomida qilsammi, qilmasammi, u yog'iga o'zgartirish kiritib, bu yog'iga usulini qilib topib bungacha 4 yil ketdi menga. Oxiri 2019-yilda qilindi. Adizlar ham ijodingizga o'zlarini fikrlarini berib turadilarmi? Endi ular mana siz dutorda o'sha mahorat bergan bo'lsa, yaratgan, ular nay sozida bir dunyoni aylandilar. Dunyoga mashhur bo'ldilar. O'zlari bilan suhbat qilganimda ham qanchadan nechta davlatga borgansiz ham 50 dan ortiq deb aytdilarda. Ba'zi davlatlarga 10 martalar ham borganman deb shunaqa bir kamtarona aytib qo'ydilar. Albatta, o'zlarini fikrlarini bildiradilar, doim bildirganlar, o'zlari o'rgatadilar. Kerak bo'lsa, nayi qochirim yo'llarini dutorda chiqarishga harakat qilamiz. Masalan, Faxriddin Sodiqov ustozimiz chang usullarini, o'sha miyanglari bor, o'sha chang yo'llarini dutorga ko'chirgan bo'lsalar, dadam nay yo'llarini dutorda chiqarishga harakat qiling deb aytganlar. Chunki uni aybi yo'q. Nayni chiqarasizmi, boshqa g'ijjayni nolasini chiqarishga harakat qilasizmi, uni aybi yo'q. U sizni o'zingiz shakllanishingizga yordam beradi ko'proq. O'sha tajriba bo'ladi o'zingizga. Uni aybi yo'q. Yaxshi. San'at egallaganlarni, mana shu sohada o'zligini topganlarni bilan ko'p ko'rishganmiz, uchrashganmiz, lekin hozir endi qiz bolani hayotida shunaqa bir tanaffus bo'lishi tabiiy-da. Endi hammamiz farzandni o'z dunyoga keltirish, uni oyoqqa qo'yish oson emas, lekin hozir mana shu kuygayni eshityapsiz-u, ko'zingizdan shunday yosh chiqib ketdi-da, duvillab. U ko'z yoshlar qanaqa edi? Nimalar uni ichida nima bor edi? Nima uchun u yosh tushdi ko'zingizda? Mana o'sha paytgacha bo'lgan, ya'ni turmushga chiqishimgacha bo'lgan paytdagi qadar, o'sha paytga qadar bo'lgan ijodim ko'z oldimdan o'tdi. Olgan yutuqlarim, gurullab kelayotgan paytlarim. Albatta, endi oradagi bu tanaffus ta'sir qilmaydi, xudo xohlasa. Albatta, hammada bo'ladi u tanaffus. Lekin hech narsa yutqazmadim. Xudoga shukur, ikkita shirindan shakar farzandim bor, oilam bor. Xudoga shukur. Bu mehr o'sha hozir shunday sezib turibman qanchaligini, bu mehrni san'atga bu bor ekan. U kichkinagina tanaffus butun insonni umrini oldida hali yana shunaqa porloq yulduz bo'lib ketasiz. Men san'atga bo'lgan mehrim boshqachada, mani bosib o'tgan yo'llarim bor. San'atga bo'lgan mehrim boshqacha. Men buni masalan tark etib keta olmayman. Albatta. Kasal bo'lib qoladi-da odam. Ishini masalan qilmasa, qilmay qo'ysa kasal bo'lib qoladi. Rohatini ko'ring. Bizda muxlislardan savollar, qo'ng'iroqlar bor ekan. Keling, ularni eshitamiz. Demak, ular ham kutib
kutib oxiri bittasi qo'yib qo'yibdi. Marhamat, Galdagi muxlisimiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, eshitamiz sizni. Eshitamiz. Aha, marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarang, sizni eng yaxshi ko'rgan uchta savolim bor sizga. Aha. Bemalol. Eng yaxshi ko'rgan kasbingiz nima sizni? Aha. Men eng yaxshi ko'rib pishirgan taomingiz nima va qaysi kunlari dam olish kunlaringizni qanday o'tkazasiz? Aha, rahmat. Salomat bo'ling. Navbatdagi yana bir muxlisimizni savollarini eshitamiz, birga javob beramiz. Marhamat. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Rahmat. O'zingiz ham salomatmisiz? Eshitamiz, juda kayfiyatimiz ko'tarilib xursand bo'ladi. Mehrimiz Abdurashid va mehmonimizga ham assalomu alaykum deymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mehrinigor. Marhamat, marhamat. Mashhur insonlarni farzandlikasi yana O'zbekistonning eng tanilgan o'sha Abduhoshim akalarni shogirdligasi bundan eshitib juda mana o'zim ham faxrlanib ketdim. Rahmat. Bir sizga bir savol olgan mukofotlaringiz hammasi bardavom bo'lsin. Rahmat. Kelajakda O'zbekiston xalq artisti degan unvonni olishga Ilohi omin, amin, 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 amin. o'zingizdan mana diyor orqali xohlayapsiz bir o'zingizdan kuylaringizni chiqarish, o'sha o'zingizdan bir qandaydir qo'shiqlar yaratish niyatlaringiz ham bormi degan savol bermoqchi edim. Javobingiz uchun katta rahmat. Obro'yingiz bundan-da baland. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Qarang, muxlislarimizni xursand bo'lib qo'ng'iroq qilishayotgani bizni ham xursand qiladi. Rahmat. Demak, birinchi muxlisimiz aytyaptilar, o'sha eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotingiz demoqchilar shu oilada. Eng yaxshi ko'rgan mashg'ulotim kitob o'qish, uy yig'ishtirish. Yaxshi. Albatta. Salomat bo'ling. Eng yaxshi taomingiz, siz yaxshi ko'radigan taom deyaptilar. Osh, dadamni oshlari bilan onamni sho'rvalar. O'zingizchi? O'zim qiladiganmi? Ha. O'raman, xonimni zo'r qilaman. Yaxshi. O'raman. O'raman. Salomat bo'ling. Dam olish kunlarini qanday o'tkazasiz? Dam olish kunlarini shu oila davrasida farzandlarim og'ushida u yoq bu yoqqa olib chiqaman. Olib chiqib adasi bilan birgalikda o'yingohlar bo'ladi. Ana shunaqa joylar. O'zimiz ham borib yayraymiz farzandlarimiz bilan. Ularda ham o'sha kichkina paytidan shu san'atga mehri ko'rinadimi? Albatta, ha. O'g'limiz sulhi juda yaxshi. Sulhi adam o'zlari aytadilar, ba'zida qoyil qoladilar, qo'yadi. Buningizni sulhi zo'r-ku deb qo'yadilar. Ha, deyman. Qizimda ham bor. Ashula boshlanishi bilan raqsga tushish, ritmga tushib raqsga tushadi. Yani anaqa bir xilda dutor nimadir chalinayotgan bo'lsa o'g'lim keladi. Aya dedi, siz ting'il qilyapsizmi deb ha, men ting'il qilyapman. Televizorda ketadi-da, nimadir dutor chalishayotgan bo'lsa, eshitib kulaman. Bolalar rosa kuldiradi odamni. Ajoyib gaplar chiqadi. Ular juda beg'uborda, borini aytadi sizga, lekin ular to'g'ri gapiradi. To'g'ri gapiradi. Ikkinchi muxlisimiz o'sha o'zingizni kuylaringizni ham o'sha yaratish harakatingiz bormi? Yoki bir yaxshi qo'shiqlar ham ijro etib ko'rasizmi? Chunki bu savol menda ham tug'ildi, juda ham ovozingiz yaxshi ekan. Bu gapni ko'pchilik aytdi, ashula aytsang bo'lmaydimi deb. Endi postanovka qilish kerak, ovozni ham yo'lga qo'yib olish kerak. Albatta o'zimni kuy yaratish niyatim bor. Ba'zan yaratib ham qo'yishingiz kerak, yaratib kelib qoladi. O'sha yozishga uspet qilmayman, yozay desam qo'lim to'xtab qoladi, yozmay desam. Oshxonada bo'laman deng. O'sha xirgoya qilib turaman, xirgoyalar qilaman. Endi niyatim yo'q emas, bor o'zim avtorskiy kuylarimdan yaratish. Mualliflik kuylari. Mualliflik kuylaridan yaratish. Ustoz Abduhoshim Ismoilovga o'xshash niyatim bor. Iloyim shu ustozlarning yo'lini bersin deymiz. Bizda agar qo'ng'iroqlar bo'lsa qabul qilamiz.
siz mana hozir tengdoshlaringizni kuzatasiz. Bugun mana san'atga kirib kelayotganlar yoki bo'lmasa mana shu o'zingizni yo'nalishingizda katta muvaffaqiyatlarga erishayotganlarni ijodini ham kuzatasiz, to'g'rimi? Lekin ayni damda o'sha farzandlar tarbiyasidan menimcha endi chiqdingiz, o'sha Yunus Rajabiy nomidagi maqom ansamblini hozir sozandasi bo'lib faoliyatingizni davom ettiryapsiz. Demak, bu ijodga qaytganingizdan darak. Albatta. Qanday bo'ldi o'sha qaytish? Qaytish men uchun juda yaxshi bo'ldi. Ya'ni ruhim dam oldi. Ruhim anchadan beri dam olmayotgan edi. Men shu ishga chiqdim. Ustoz bilan shu ishlash jarayonida, hamkasblarim bilan ishlash jarayonida ruhlarim dam olib, o'zimni yana qayta kashf qilib oldim, kashf qilishni boshladim. Qarang, baribir yosh nuqtai nazarda baribir inson o'sha kamolatga yetaveradi. Chunki tajriba insonni yanada mahoratini oshadi. Bundan 5-6 yilgi Mehrinigor bilan bugun mana ishga chiqdingiz, yana bugungi Mehrinigorni yana bir farqini bildingizmi, o'sganini bildingizmi? Chunki bilasizmi, vaqtlar ham insonni o'stiradi-da. Juda katta farqi bor. Juda katta farqi bor. U oldingi 5-6 yil oldingi Mehrinigor bilan hozirgi Mehrinigorni juda katta orasida masofa bor. Tafovut-a? Qanday ekan? Siz aytmoqchi, ozgina o'zingizni bosib olganga o'xshadingiz dedingiz. Albatta o'zimni bosib oldim. Oldingi Mehrinigor juda ham sho'x, shaddod edi. Endi hozir ham yo'q emas boru, lekin oldingiga nisbatan kam. O'zimni bosib oldim. Ancha endi baribir onaman, ikkita farzandni onasi, bir hazil chiqib ketdi, ikkita onani bo'lsin. Bu ham to'g'ri. O'sha dekretda o'tirganim bilinyapti-da mana. Ta'tilda bo'lganingiz. Yaxshi. Shu onangizdan qaysi fazilatlar o'tgan, dadangizdan? ko'proq odamdan o'tgan fazilat. Sizgami? Qanday bilasiz uni? Endi hatto agangiz sho'xroqmi oyingizga nisbatan? Ikkalalari ham bir xil deb o'ylayman, lekin adam sho'x. Hazil mutoyibada adam sho'x. Hazil mutoyiba qilish. Mana shu anaqa odamdan o'tgan, shaddodlik onamdan o'tgan. Qarang, men o'yladim, hali bizga ajratilgan vaqt ko'p bo'lsa kerak. Mehrinigordan mana shu dutorda jonli ijrolar ko'p tinglaymiz deb o'ylabman, lekin buni qarang, 15:53. Bu degani 3 daqiqa vaqt degani. Men juda ham tez shoshilib savollarimni bersam maylimi? Men shu bitta ustozimga rahmat aytib bersam bo'ladimi? Ayting. Men shu fursatdan foydalanib, mana shu kungacha o'z hissasini qo'shgan ustozlarimga rahmatimni aytaman. Akbar Ali Mirzayev mani eng sevimli o'qituvchim, ham inson sifatida, ham o'qituvchi sifatida odamgarchiligi bor bo'lgan ustoz Go'zal Mo'minova. Ular hozirda Yunus Rajabiy institutida, san'at va madaniyat institutida o'sha Yunus Rajabiy ustoz bo'lib, o'qituvchi bo'lib faoliyat ko'rsatmoqdalar. Ularda o'qiganman. Rahmat aytaman. Nima bo'lsa ham ozmi ko'pmi o'qidim ularning qo'llarida. Malika Ziyayeva ustozimizga, Farangiz Mahmudova ustozimizga, ularni ham juda ham katta hissa qo'shishgan meni shu darajaga yetishishimga, onamga, otamga, hammalariga rahmat aytaman. Salomat bo'ling, iloyim niyatlaringizga yetib yuring. Vaqtimiz juda kam qoldi, lekin bir narsani men ham aytgim keldi. O'sha Grand Prixni olayotganingizda, mukofotni olayotganingizda yoningizda Dilorom Omonullayeva berganlarini ko'rdim va joylari jannatda bo'lsin. Juda ham yaxshi ustoz edilar. E'lon qilganlar, bu men uchun eng katta bir sharaf men uchun. Chunki Shuhrat Qayumovdek inson meni tillaga olib, nomimni tillaga olib gapirishi bu men uchun esda qolarli. Dilorom Omonullayeva menga bu mukofotni berganlari ham o'zi men uchun katta bir sharaf, katta baxt. Keyin yoningizda bilasizmi, qayroqda bitta yigit va doirada bitta yigit sizga jo'r bo'lib, sizni qo'llab-quvvatlab turgan. U ham mana shu sizni chiqishingizni muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam bergan deb o'ylayman. Albatta, ular o'z hissasini qo'shishgan. Albatta shuni aytib ketmoqchiman, rahmat aytaman.
Aliyev Murod qayroq chalganlar. Mana hozirda biz ishxonada birga ishlaymiz, ishda. Hamkasbim, rahmat aytaman. Menga o'z motivatsiya ham berganlar, o'z hissalarini qo'shganlar, bezak berganlar. Rahmat. Bu hali boshlanishi, Mehrinigor. Ikkinchi nafasda yana ona endi sizni yoningizda o'sha jajji polaponlaringiz bor. Ular ham onam yutsin, onam katta yutuqlarga erishsin deb ular ham o'zini tilida duo qilishadi. Bundan tashqari bizni tinglab turgan muxlislarimiz yana sizdan yangi asarlar, yangi chiqishlar kutib qoladi. Albatta, rahmat. Savol berganlarga ham, tinglayotganlarga ham rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat. Uyinglar tinch bo'lsin, xonadoninglar tinch bo'lsin. Men Sog' esa bo'linglar. mamnuniyat bilan sizni tarbiya qilgan, kamolga yetkazgan, mana shu kunlarga olib kelgan va bugun ham mana shunday yutuqlaringizdan quvonib yurgan ota-onangizga ham katta rahmat aytaman. Rahmat. Borlariga Sog' shukur. bo'ling. Doim mana shu gap sizni yo'ldoshingiz bo'lsin. Ota-onangga rahmat qizim deb har pog'onaga erishganingizda mana shu eng qimmatli so'zni eshitib yuring. Borlaringizga shukur. Abdullahat aka, Mehrinigorni onajonisi, Tursunoy opa, sizlarga katta rahmat. Mana shunday go'zal qizni dunyoga keltirib tarbiyalab, bugun mana shunday san'atimiz, o'zbek san'atimizni dunyolarga tanitayotgan qizimiz uchun. Katta rahmat azizlar. Bugungi mehmonimiz Sharq taronalari xalqaro musiqa festivali Grand Prix sohibasi. Bundan tashqari Nihol mukofoti sovrindori, qator mukofotlar sohibasi Mehrinigor Abdurashidova bizni mehmonimiz bo'ldilar. Men esa dastur muallifi Zulfiya Fayzullayeva bo'ldim. Bizni video tasvirga olib turgan, bizga yaqindan yordam bergan Irodaxon Ergashaliyevaga katta rahmat aytamiz. Irodaxon va bizni shogirdimiz iloyim sizga o'xshab o'zlari mana shu jurnalistika sohasida katta yutuqlarga erishib yursinlar. Sayyoraxon Mahmudovaga, Dilnozaxon Mansurovaga katta rahmat aytamiz. Hozir mana shu dasturimiz so'ngida yana bir kuyingiz muxlislarimiz tomon taqdim etiladi. Menimcha Rohatijon papurini qo'ydik esa keyingi soatlarda albatta Rohatijon kuyingizni biz muxlislarimizga taqdim etamiz. Salomat bo'ling. Bu Yoshlar radio kanali. Hammaga a'lo kayfiyat. Shogirdimizga ham muvaffaqiyatlar, sizga ham muvaffaqiyatlar. Salomat bo'ling.